Bugun sizlar bilan Italiyani an'anaviy lekin juda ham oddiy va juda ham mazali bo'lgan bolognese taomini tayyorlaymiz. Qizib turgan yog'imizga piyozni solib, tillarang bo'lguncha qovuramiz. Ketidan juda ham mayda qilib to'g'ralgan qizil sabzi va qizil bolgarskiy solamiz. Ozgina qovurilgandan keyin qiymamizni solamiz. Go'shtga maza kirishi uchun tuz va chesnok solib, yana qovurishda davom etamiz. Go'shtlarimiz biroz qovurilgandan keyin pomidor pastasi yoki sveji pomidor maydalab solamiz. Menda muzlatilgan pomidor pastasi. Xohishga ko'ra tomat sossanglar bo'ladi, lekin men tomat solmadim. Bu ovqatga haqiqiy Italiyani mazasini beruvchi shunaqa bologneseni o'zini pripravasi bo'ladi, o'shani qo'shamiz. Pomidor yoki tomat ko'p qo'shilgan ovqatlarga har doim ozgina shakar qo'shishni tavsiya qilaman. Pripravalar solingandan keyin ko'p qovurib yormaymiz. Bir piyola suv solib, rayhon baylardan shunaqa solib, pasolida ustini yopib dimlab qo'yamiz. Bu orada qaynab turgan suvimizga tuz solib, o'zimizga yoqadigan sifatli bo'lgan vermishellarni solib pishirib olamiz. Spagettilarimiz pishib chiqqandan keyin albatta unga sariyog' solamiz. Bu ovqatimizni yana ham mazali qiladi. Bu vaqt ichida past olovda dimlanib pishayotgan sousimiz tayyor bo'ldi. Ovqatni suzamiz. Sizlar bilarmidinglar, bolognese bu shunchaki spagettili sous emas, balki Italiya oshxonasining faxri hisoblanishini. Taomimizni ustiga albatta terkadan chiqarilgan sir, xohishga ko'ra quritilgan rayhon sepasizlar. Ishoninglar, yeganda mazasiga ta'm berasizlar. Juda ham mazali va to'yimli ovqat.